Davlenam baland, uyqum yo'q, qonim quyuq deganlarga tabiiy giyohlardan juda foydasi katta bo'lgan giyohlardan tayyorlab qo'ydik. Damlab ichganlar rahmat deb kelishyapti. Damlab iching, buni ichida 15 xil giyohlardan tayyorlangan. Glavnisi buni ichida lavandasi bor, pusturniki bor, asab tinchlantiradigan, melitsa o'ti bor, kalendulasi bor, mana. Juda foydasi katta. Kecha bitta opaga berdik bir hafta oldin, ichib kecha kelib yana 200 gram olib ketdilar. Oxirigacha eshiting, odzivni qo'yib boraman. Kelganingizga. Uyqum zo'r, lekin uyqumga gap yo'q. Vaqti uxlamasdim. Buni qarindoshlarim ham, qo'shnilarim ham bilardi. Tashlamas, reklama emas, lekin haqiqatdan ham yana keldim shunga. Oluvdingiz, o'rmon qora, qorangiz. 3 ta narsa. Shun damlamadan ham ichganda неприятный, lekin chidasa bo'ladi. Oyog'im og'rig'i qoldi shundan. Maşallah, maşallah.